Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, navbatdagi ishimiz Namangan Mingbuloqda bo'ldi. Xudo xolisa, bu lestnitsamiz ikki tomondan chiqadigan lestnitsa bo'ladi. O'rtada steyajka bo'ladi. O'rtada 2,5 metr joy qolgan. O'ng tomondan ham chiqib kelinadi tepaga, chap tomondan ham chiqib kelinadi. Xudo xolisa, o'rtada uzun seli pleshatkasi bo'lgan. Bu yoqda eshikni xato o'rnatib qo'yishgan. Eshikka e'tibor berasizlar, bu eshikni urib yuboriladi. Bu yoqdan bitta eshik ochiladi. Shuning uchun joyi o'zgartirib berganmiz, eshikning joyini. O'rtaga bitta arka qo'yib berdi. Ustun vazifasini bajarib beradi. Qolgan tomonlarda stoka yo'q. Tagi ochiq bo'ladi hamma tomonni. Bemalol odam yurib, chiqib tushishga xalaqit qilmaydi. Xo'p, zinani eni 1.5 bo'lgan devordan. U yoqlar ham 1.5 dan, hamma tomon bir xil. Razmerlar o'sha 15 ga 28 dan bo'ldi. 28 dan qilganimiz sababi u yoqda o'rtada joy qisqarib ketmasin deyishganlar uchun 30 emas 28 qilib berdi. Atak 28 dan chiqib tushishga umuman xalaqit bermaydi. Hozir buni quyish jarayonidamiz. Zinani quyishga tayyorgarlik qilinmoqda. U yoqda bolalar mishalkadan tayyorlab zakotopka qilishga harakat qilishmoqchi hozir. Albatta kuzatib tursanglar, polni beton quyilgandan keyin ham videosini joylaymiz. Zinani pastdan ko'rinishi. Bu yoqda mana o'sha aytgan arkamiz. Bu arka ham uzunligi 1 metr, pastga ham 1 metr tushgan bo'ladi. 1 metrga 1 metr. O'rtasi 50 sm chiqqan bo'ladi burchakdan, qalinligi 15 sm bo'ladi. Armaturalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Armaturalarni ham moshni qilib, o'sha eng O'zbekistonda brend bo'layotgan eng oxirgi sortdagi armaturani qo'yganmiz. Nomini aytmaymiz, endi nomini o'zingizlar bilasizlar, qaysi armatura yaxshiligini. Kuzatib tursanglar, xudo xolasa, zinani polni bitgan holatlarini ham joylaymiz betondan keyingi. Zinani ham betonlarni qo'yib, xudo xolasa, uy egalariga topshiryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham cho'tki bo'lib, o'sha bu yoqlardan qurib, ustiga yursa bo'ladi olib ketdi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Beksinlar xizmat elada. Bemalol telefon qilaverasizlar, xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab.